Chingiz Aytmatov, Oq kema. Suvi muzdek katta bir daryo. Bo'yida bir qabila yashar ekan. O'sha daryoni Enasoy deyishar ekan. Bu Onasoy degani. Ana ko'rdingmi? Odamlar qadim zamonda vatanni ona deb atar edilar. O'sha zamonda Enasoyda turli qabilalar yashar ekan-u, biroq ular tinch totuv yashamas ekanlar. Bir-birlariga hujum qilib, qon to'kar, odam o'ldirish mardlik hisoblanar ekan. Mehnat bilan emas, talonchilik bilan yashashni faxrli ish deb bilar ekanlar. Agar sho'ng'ishni bilganingizdami? Ikkalamiz baravariga baliqqa aylanib qolib, ko'lgacha suzib borardik. Juda ajoyib ish bo'lardi-da. Hamma hayron qolardi. Bekay qolaman, O'rozqul pochchami? Buvim qo'rqib ketardilar. Buvamlarga: "Va, xavotiraman, tezda qaytaman. Men ko'lga oq kemaga, matros dadamni oldiga suzib ketdim" deb baqirardim. Ko'lda esa ovozimni boricha: "Oq kema, salom, men keldim" derdim. Hamma yugurib kelib, "Iya, bu bola baliq bo'la-ku" deb baqirishadi. Keyin meni suvdan tortib olishadi. Ularning orasida dadam ham bo'ladilar. Bu yerda bir mahal katta o'rmon xo'jaligi bor edi. Odamlar tinim bilmay daraxt kesishar, tog'lardan daraxtlarning qarsillagan ovozi eshitilardi. Bu ishlarni boshida men turardim. O'rtoq direktor, uy qurish kerak, yog'och yo'q, xari yo'q. O'rozqul, qadrdon, nahotki do'stingga yordam bermasang, quruq qo'ymaymiz biz ham. Yannishardi, yolvorishardi. Men ziqni emasdim, bor olaver derdim. Meni o'sha o'tgan kunlarim. Dunyoga bir marta keladi inson. O'lganingdan keyin bu o'rmonlarning kimga keragi bor? Uni birov ekib o'stiribdimi ekan? Qadimda bu yerlar o'rbarzor bir chekkadan kesaver, keyin yana o'saveradi. Yo'q. Bir mahal olimlar yugurib kelishdi. Ramaqa jonchonlar, ko'zlarini taqqan, shim kiygan qiz-juvonlar ana nima balo ko'tarib olishgan. Bu qanday bema'nilik, man etilsin, kim ruxsat berdi o'zi? Yo'limga g'ob bo'lishdi ablaqlar. Yiqitilgan har bir daraxtdan uchgan bayroqqa ular uchun katta boylik emas. Pulni bekorga sovuraverishni nima keragi bor edi? Men unga parcha-parchadan nozanda jild tikib berardim. Ehtimol siz tashlandi u bolam topga ko'tarib amaldor bo'lib ketadi o'ylarsiz. Qizingiz bo'lsa bolam bor deb shaharda bir tiyin ham yubormaydi. Men-ku o'gay onaman, sizni o'z otasini sira ham esiga olmaydi-ku. Bolasini bizga tashlab ketdi. Uni yedirish, ichirish, kiyintirish kerak. Sharm hayo yo'q. Bo'lmagan gap qo'ysangiz. Siz meni laqillata olmaysiz, chol. Ana Tumsabekingiz ham laqillab yuribdi. U ham sizni qizingiz. Nega uni baxtli qila olmaysiz? Qo'lingizdan kelsa shaharga uzatib, uni ham baxtli qiling. Ehtimol qizingiz uchun o'zingiz tug'ib berarsiz. O'rozqul rahm qilgandan bilan yashayapti. Boshqadan bo'lganda allaqachon. Bu yerda savdo qilib pul tushirib bo'larmidi? Bir tiyin ustida azon aytishlaringni bilganimda bu yerga hech ham qadam bosmagan bo'lardim. Ana u o'shayib turgan kim bo'ldi? Meni nevaram. Nevaram deng. Siz unga albatta biror narsani sotib berishingiz kerak menimcha. Hech bo'lmasa, mana u popkani. 5 so'mmi? 5 so'm. Shu 5 so'mlik 100 yildan beri cho'ntagingizni bir burchakda yotgandir deyman. Ish qilib qo'ying yengil bo'lsin. Mana ol shalpon quloq. Voy jinni, arzimagan narsaga shuncha shovqina? Kim berdi? Buvam. Maushla. Seni buvang. Sen ham. Jura. Ciao. Hey! Meni sen ko'rganing yo'q. Gitara to'g'risida ham og'iz ochma ularga. Bo'lmasa ko'rasan. Azizim, kelib bir o'pay. Assalomu alaykum omonata. Mana men keldim. Xo'sh, men yo'g'imda hollaring nima kechdi? Sog'ingandirsizlar. Ko'zlama chalib asdi. Yalvarib qoldingmi? Meni o'zing asra Xudo deb. Sen aybdorsan bu ishlarning hammasiga. Meni umrimda xazon qilganing yetmagandek, bechora bir qizni ham nobud qilmoqchi bo'lding-a? Iloyo seni yursin manjalaqi, jo'rmak qo'shmachi. Sendaqalarni yer yutsa holatni chirdi.
Nima? Otangni oti nima? Beshin. Meni otim Qulibek. Voy yigit. Shoshma. Bu nima qilo? Indamay ketib qolishing yaxshi emas. Otingni ham aytmading. Qayerdansan? Mo'min otaning nevarasi? Ha, ikkalamiz aka-uka ekanmiz. Rost, men buvayni yaxshi bilaman. U meni dadam bilan birga frontda jang qilgan. Shoshma. Mana uni ol. Yo'qotib qo'yma. Tag'in uni birovga berma, keyin so'rayman, ha? Buvangga salom de. Cho'tboyning o'g'li Qulibek akamni ko'rdim deb ayt. Gapingiz to'g'ri-ya, ammo meni vaqtim yo'q. Balki bir amallab o'tib ketarmiz. Faqat yog'och uchun meniga keldi deb o'ylayapsanmi? Bo'lmagan gap. Avvalo men seni ko'rgani keldim. Nega soqol mo'ylovingni oldirmay yuribsan? Bo'pti, shofyorni chaqir. Yog'ochlarni sudrab chiqarish kerak. Bay. Odamdan qo'rqmaydigan bu ohuvlar qayerdan kelib qoldi? O'rtog'iga boqqanday ho'ppas emas. Rosa yetilibdi-ku. Har bittasi 2 sentnerdan kam emas. Sho'ng'ishga usta ekansan. Tanballikqa aylanib ketma. Ha, mehmonga ketyaptilar ular. Keling, ikkalamiz o'ynaymiz. Bugun o'ynaymiz. Ishim ko'p. Sen dadangga nima deding? Senga nima bo'ldi? Darrov yig'in to'xtat. Men sen bilan o'ynamoqchi edim. Sen bo'lsang yig'layapsan. Sizni ishingiz ko'p. Nima bo'pti? Ish qochib ketmas. Biroz o'ynasak hech nima qilmaydi. Bino qilib beribdir. O'zim ko'rib olay. Voy, hali shunaqamisan? Seni qizg'ancha deb hech o'ylamadim. O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Dublyajda artistlardan Zokir Mo'minov, Mukambar Rahimova, Yoqub Ahmedov, Gulchehra Jamilova, Raso Hamrayev, Dilbar Ismoilova, Hojakbar Nurmatov va boshqalar qatnashgan. Dublyaj rejissyori Qobil Xoliqov, ovoz operatori Abdulla Ahrorov, tarjimon Mirkarim Osim, muharrir San'at Yo'ldosheva.